Onasini emsin. Buni zakazini qayoqdan topsam endi? Bo'rixonku? Yonida kim buni? O'ziga sherik topdimi bu? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu palapaqaz joylarda nima qilib turibsizlar ikkovlaringiz? Ha endi ish yuzasidan kelgandik. Olib borib qo'yasizmi? Olib qo'yma. O'tiringlar. O'tir. Ha, singlim, hayot qalay? Qalamadi. Nima deganingiz bu? Egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Ha, yaxshi. Biznes qanday ketyapti, biznes? Biznes, hozir boshqa biznes boshlaganman. U bankrot bo'lib ketdi. Alohida biznes ochdim. Bu yo'q kim? Ha, bu shogirdim ish o'rganyapti. Molades. Ana, biznesni ketidan shogirdlar yetishtirayotgan bo'lsangiz, bu zo'r. O'zingiz qayoqqa bosib ketyapsiz? Ha, menmi? Ha, bitta bola 2 soatdan beri menga roza ketiring deydi. Men senga rozani qayoqdan topaman, ha? Bittasini oldiga bordim. 1 soati 500 ming deydi. Sen noinsof. Sen 1 soatda 100 ming de, 150 ming de, 200 ming de, 500 ming ham qiladilarmi? Hayronman. Ahmoq, to'xta. Ay, nima ko'rding meni? Sen o'zing nimalar deyapsan? Men roza. Ha? To'sh ketdik. Ahmoq. Men kunni roza deb aytdim, sen emas. Aka. Rozani o'rniga kaktus bo'lmaydimi? Qizlarga nima bo'lyapti, ha? Bular men roza dedim, ha?